Esselamu Aleyküm ve yurttaşlar, Ürgen şehir merkezinde Xorazm Palası'nın doğrusunda yolun üstünde 4 kavatlı doğumuzlu 3. kavatında ortalık 2 xana merkezden satığa koyuldu. Sel yüksek hipermarket Dekkan Bazar Xorazm Palas Medine Institut barcha qulayliklari ega. Marşrutlardan, bakça, mekteplerden muammo yok. Mesela 2 xana bilan danışıp chiqaveramiz. 3. kavatda ortalık birinchidan görüp başlayamiz. Yetdik. Yurttaşlar domumuzda elde kısmı boladı. Deski plashatkadan muammo yok, yine parkovkalardan muammo yok. Bu yerda mashina qo'yish uchun plashatkamiz bor, yan boshida bog'cha. Shu 3. qavat konditsioner turgan. Saychan bilan danishaveramiz. Yurtdoshlar 3. qavatga keldik. O'tib o'tganning podyezdlarimiz yine akkuratli holda ekan. Eshigimiz almashgan. İçindeki eshiklarimiz ham yaxshisidan ukrainskidan qo'yilgan ekan. Oyoq temiz laminat qilingan. Bismillahirrahmanirrahim deb video obzorumuzu başlayamiz. Giriş koridorumuz yine götürüyorlarımız aboy qilingan ekan. Oynalarımızdan plastik almashgan. Bu yan tarafımızda oshxona, bu yan tarafımızda sanuzel. Sanuzelimizden yine eshigi ukrainskidan qo'yilgan. Vannamiz toza qo'yilgan, ariston bor, umumanliklar qo'yilgan. Oyoq temiz kafel. Yanımız oshxona. Konditsioner bir şeyler o'rnatilgan. Gaz plitamizdan top-toza. Gazdan, suv, svetdan muammo yo'q. Fartuklarimiz qilingan. Kukunli mebelimiz ham kiyim machinam bor ekan. Shuning ko'rinishida yurtdoshlar. Eshiklarimiz ukrainskidan qo'yilgan, yaxshisidan. Bu yanımız zal. Yo'rtturganlar zer laminat qilingan ekan. Bu yan tarafımızda bekli balkon bo'lgan, bu yerni qo'shib berganlar. Konditsionerimiz ham shu yerga o'rnatilgan ekan. Bu yan tarafımızda spalni bo'ladi. Yo'q, spalnimiz ham bor ekan. Lokatsiyamiz aytib o'tdim. Dekkan Bazar ham yaqin, Medine Institut ham yaqin. Bahasına keladigan bo'lsak 360 milyon so'm. Yurtdoshlar ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.